O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Hafta boshida ob-havo qanday bo'lishi aytildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 31 martdan 2 aprelga qadar kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31 martda kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. 1-2 aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31-martda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. 1-2 aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31-martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. 1-aprelda kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31-martda kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. 1-aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31-martda kechasi 3-8 daraja, kunduzi esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. 1-2 aprelda kechasi 7-12 daraja, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31-martda kechasi 5 daraja, kunduzi esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. 1-2 aprelda kechasi 2-7 daraja, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.